Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga nam salfetkalar va ularning zararli xususiyatlari haqida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Nam salfetkalar kundalik hayotda qulay bo'lsa-da, ularning ayrim zararli tomonlari mavjud. Bu zararlar salfetkaning tarkibi, sifat darajasi va uning noto'g'ri qo'llanilishiga bog'liq holat hisoblanadi. Demak, bugun ularning asosiy salbiy jihatlari va ularning sabablari haqida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda ularni himoya qilib turuvchi moddalar, ya'ni konservantlar. Nam salfetkalar uzoq muddat saqlanishi uchun konservantlar qo'shiladi. Ulardan ba'zilari, xususan parabenlar, allergik reaksiyalar va teri irritatsiyasini chiqarishi mumkin. Demak, ushbu holat teri qizarishi, qichishishi, atopik dermatit yoki ekzemaga olib kelishi ham mumkin. Ximik moddalar va aromatizatorlar. Salfetkalarga xushbo'ylik berish uchun aromatizatorlar va sintetik bo'yoqlar qo'shiladi. Ular nafaqat teriga, balki nafas yo'llariga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Aromatizatorlar allergik reaksiya va nafas olish muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Uzoq muddatda ayrim sintetik bo'yoqlar teri rak xavfini oshirishi ham mumkin. Keyingisi esa spirtli moddalar ham qo'shiladi. Ayrim vlajniy salfetkalarda spirt moddalari mavjud. U teridagi tabiiy yog' qatlamlarini yo'q qilib, terining qurib qolishiga olib keladi. Ushbu holat esa terini quritishi va uni noziklashtirishi mumkin. Yog'li terida haddan tashqari yog' chiqarilishini rag'batlantirishi ham mumkin. Plastik va mikroplastik tarkib. Ko'plab nam salfetkalar sintetik materiallardan, masalan, poliester yoki polipropilendan tayyorlanadi. Bular biologik parchalanmaydigan moddalar bo'lib, atrof muhitga zarar yetkazadi. Ya'ni ularning salbiy ta'sirlari ekologik ifloslanish, chiqindilar tizimiga zarar, ya'ni ularni hojatxonaga tashlash, quyi tizimni to'sib qo'yishi ham mumkin. Antiseptiklar ta'siri. Ayrim salfetkalar tarkibida xlorgeksidin kabi antiseptiklar bo'ladi. Ular uzoq muddat qo'llanilganda terining mikroflorasini buzadi. Ya'ni bu holatda esa tabiiy mikrobiomning buzilishi va bu infeksiyalar va irritatsiyaga moyillikni oshirishi mumkin. Diqqat qilib o'tamiz, chaqaloqlar va nozik teri uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Bolalar yoki nozik teri uchun mo'ljallanmagan salfetkalar sezuvchan terida allergiya, qizarish va yoki yoqimsiz holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni bola terisi o'ta sezuvchan bo'lgani uchun allergik reaksiyalar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori hisoblanadi. Ba'zi salfetkalar steril emas va bu esa o'z navbatida vlajniy salfetkalarning barchasi ham steril bo'lmaydi. Ulardagi mikroblar ko'payishi himoya qilib turuvchi moddalar yetarli darajada faol bo'lmaganda yuz beradi va bu esa o'z o'rnida terida infeksiya keltirib chiqarishi mumkin. Zararni kamaytirish bo'yicha esa quyidagi tavsiyalarni berib o'tamiz. Ya'ni sifatli mahsulot tanlang birinchi navbatda. Tabiiy tarkibli, spirtsiz va gipoallergen salfetkalarni tanlashga harakat qiling. Chastotani cheklang. Vlajniy salfetkalarni tez-tez qo'llamaslikka harakat qiling. Ularni suv va sovun bilan yuvishga almashtiring. Bolalar uchun alohida mahsulotlar. Bolalar uchun mo'ljallangan maxsus salfetkalarni tanlang. Ular odatda kam zararli moddalarni o'z ichiga oladi. Chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilmang. Vlajniy salfetkalarni hojatxonaga tashlashdan saqlaning. Ular quyi tizimni to'sib qo'yishi mumkin. Tarkibini o'rganing albatta sotib olishdan avval. Mahsulotda parabenlar, aromatizatorlar yoki spirt kabi moddalar yo'qligiga albatta e'tibor bering. Nam salfetkalar qulay va foydali bo'lsa-da, ular noto'g'ri tanlangan yoki qo'llanilganda teriga, ekologiyaga va umumiy salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. Tabiiy tarkibli mahsulotlarni tanlash va ulardan cheklangan holda foydalanish eng to'g'ri yechim hisoblanadi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.